Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari va ingliz tili guruhimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan ingliz tilidagi 11-dars fruits mevalar darsini o'tamiz. Bu yerda biz mevalarni qanday nomlanishi, qanday talaffuz qilinishini o'rganib boramiz va dars oxirida biroz ingliz tilidan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima mahorati bilan ishlaymiz. Demak, boshladik. Bu yerda bizning birinchi mevamiz bu qulupnay. Ingliz tilida qulupnay strawberry hisoblanadi. Strawberry. House ichida albatta talaffuzini yozib beramiz. Strawberry. Qulupnay. Qulupnay degan ma'noni bildiradi. Strawberry. Mana bu qavs ichidagi holat talaffuz qilinishi, bu yerda qanday yozilishi. Strawberry. Xo'p, davom etamiz. Bu mevani deyarli barchamiz bilamiz. Olma. Olma ingliz tilida apple va apple ni talaffuz, olma so'zini talaffuz qilinishi apple holatda bo'ladi. Olma. Apple kompaniyasini biz yaxshi taniymiz. Telefonlar ishlab chiqaradi. Yaxshi zamonaviy telefonlar ishlab chiqaradigan kompaniya Apple. Mana shu olmadan g'oya olingan holatda nomi yaratilgan va logotipi yaratilgan. Tishlangan olma holatida. Yaxshi, demak olma ingliz tilida apple. Davom etamiz. Mana bu mevaga keldik. Bu meva banan hisoblanadi. Ingliz tilida ham o'zbek tilidagi aytilishiga yaqin. Banana. Talaffuz qilinishi banana. Tarjimasi banan. Ko'pchilikning sevimli mevasi hisoblanadigan meva banan sariq shaklda, sariq rangda bo'ladi. Banana, banan. Xo'p, bu yerda shaftoli tasvirlangan. Ingliz tilida shaftoli peach. Talaffuz qilinishi peach. Shaftoli degan ma'noni bildiradi. Mana shaftoli peach. Shaftoli. Ingliz tilida peach hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Qovun mevasi, ko'rib turibsiz, qovun. Ingliz tilida qovun melon hisoblanadi. Melon. Qovun degan ma'noni bildiradi. Melon. Qovun. Melon, qovun. Bu yerda tarvuz tasvirlangan, ko'rishingiz mumkin. Tarvuz ingliz tilida watermelon, ya'ni qovunga o'xshagan holatda, ya'ni inglizcha so'z water, ya'ni suv so'zi ham qo'shiladi. Suvli bo'lganligi uchun watermelon. Suvli qovun deyiladi agar tarvuz. Watermelon. Tarvuz. Tarvuz mevasi. Xo'p, davom etamiz. Mana bu ananas. Ananas ingliz tilida pineapple hisoblanadi. Ya'ni pineapple. Ananas. Pineapple. Ananas. Xo'p, keyingi mevamiz nok. Ko'rib turibsiz, nok. Bu ingliz tilida pear hisoblanadi. Pear. Nok. Pear. Cho'ziqroq i bilan pear. Nok. Shu o'rinda ko'rishingiz mumkin, ingliz tilida unlilar yozilgani kabi talaffuz qilinmaydi. Ko'p holatlarda shunaqa o'zgaradi. Misol uchun a qo'shib yozilgan, bu yerda ear. Buni hali talaffuz darslarimizda yaxshi o'rganib boramiz. Pear, nok. Xo'p, mana bu yerda glossni ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilikning ishtahasi ochildi menimcha shu yerda. Cherry. Cherry gloss degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ingliz tilida gloss cherry hisoblanadi. Cherry. O'qilishi cherry, yozilishi. Xo'p, kiwi. O'zbek tilida ham, ingliz tilida ham bir xil va talaffuz qilinishi ham shunday. Kiwi.
Bu anor. Anor ingliz tilida pomegranate. 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 Ne anor. Anor. Pomegranate. Anor. Xo'p, coconut. Coconut talaffuz qilinishi va tarjimasi ham bir xil. Shuning uchun yozmaymiz. Coconut. O'zbekistonda kam uchrashi mumkin, lekin okeanga yaqin bo'lgan sohilda joylarda palma daraxtida o'sadi coconut. Ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p. O'rik, aprikot. O'rik. Aprikot. Aprikot demak o'rik. Aprikot demak o'rik, mana ko'rishingiz mumkin. O'rik. Limon. Lemon. Limon. Ya'ni limon. Choy bilan ichardimiz ertalab. Limon. Ko'rinishi mana shunaqa. Ingliz tilida lemon, limon. Okey. Mana bu yerda biroz adashmiz biz hozir. Mana bunga limon bo'lishi kerak. Mana bu esa orange. Ya'ni apelsin. Orange. Uzr so'rab qolamiz. Albatta, apelsin. Orange. Orange, apelsin, lemon, limon. Xo'p, bu mevamiz demak limon ekan. Uzum. Ko'rishingiz mumkin, uzum. Grapes. Grapes, uzum. Grapes. Grapes, uzum. Mana buni Arabistonda asosan iste'mol qilinadi. Date. Xurmo. Ikki xil ma'nosi bor date so'zini. Uchrashuv degan ma'noni ham bildiradi date, xurmo degan ma'noni ham bildiradi. Date. Asosan ro'za, Ramazon oylarida iste'mol qilinadigan, sevib iste'mol qilinadigan meva, date, xurmo. Bu yerda anjirni ko'rishingiz mumkin. Fig. Anjir, fig. Fig, anjir. Mana shu meva. Anjir. Mevasi. Fig, anjir. Demak, sizlar bilan bugungi ko'rib o'tadigan mevalarimiz mana shular edi. Videoni qayta boshidan qo'ygan holatda yana bir bor tanishib chiqishingiz mumkin. Albatta, so'zlarni daftarga, lug'at daftariga yozib, har kuni ertalab takrorlab borishni kuchli maslahat beraman. Sababi bu so'zlarni o'rganishda albatta yozganda ko'proq esda qoladi va yozib tasavvur qilganda ham ko'proq esda qoladi. Shuning uchun har bitta so'zni rasmi bilan ko'rishga harakat qilyapmiz. Xo'p. Uyga vazifa, homework, translation practice. Ya'ni tarjima amaliyoti. Quyidagi, demak, mana bu joylarida misol uchun otlarni hali ko'plikni o'rgatmadim, bugun o'rgatib o'taman. Qulupnay deganimizda birlik, qulupnaylar deganimizda ko'plik bo'lyapti. Shunda ko'pchilik adashyapti. ZR bilan boshlab birlikda yozib qo'yapmiz. Shuning uchun bugun ko'plikni qanday yasashni o'rgataman. Demak, faqat ko'plik holatda oz so'z turkumidagi so'zlar oxirgi quyidagi qoida asosida s va lar, s ya'ni s degani lar degani o'zbek tilida. Qo'shimchasi qo'shing. Bu yerga e'tibor qaratishimiz mumkin. Kim va nima so'roviga javob bo'ladigan so'zlar e'tibor beramiz. Kim va nima so'roviga javob bo'lsa o'sha so'z. Va ularning oxirgi harfi s, double s, sh, ch, x, o harflari bilan, mana shu harflar bilan tugasa, ko'pligida lar deganimizda s qo'shamiz. Lar degan ma'noni bildiradi bizga. Misol uchun class, sinf, classes, sinflar. Brush, shotka, brushes, shotkalar. Match, gugurt, matches, gugurtlar. Tomato,
pomidor, tomatoes, pomidorlar. Demak, mana bu so'zni oxiri s, sh, ch, o harflari bilan tugaganligi uchun ko'pligida lar qo'shganimizda ularga s qo'shimchasi qo'shilyapti. Shu holatda mana bu 5 ta gapni tarjima qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, tarjima uchun ham yuboramiz bularni guruhga hozir dars yakunida. Mana bularni guruhga alohida tashlayman, tarjima qilib yozib daftarga yuborishimiz kerak. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kuzatuvchilar uchun albatta rahmat. Uyga vazifalarni vaqtida bajarib borishni maslahat beraman. YouTube foydalanuvchilari uchun kanal profilida Telegram kanalimizga o'tish linki bor. Shu link orqali Telegram kanalida mashqlarni bajarib, bilimingizni yana ham oshirib borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.